internetda ajoyib faktga ko'zim tushdi. Ya'ni ikkita bir xil kitobning varaqlarini ustma-ust qo'yib chiqsa, ularni hatto tank ham ajrata olmas ekan. Bugun sizlar bilan aynan ushbu faktni sinab ko'ramiz. Hali bo'lmasa, kitoblarning varaqlarini birin-ketin ustma-ust qilishni boshladim. Men ko'rgan videodagi kitoblar ancha katta bo'lganligi sababli menda bu eksperiment o'xshamasa kerak deb o'yladim. Lekin nima bo'lsa ham ushbu eksperimentni sinab ko'rish kerak. Va nihoyat kitobning barcha varaqlarini ustma-ust qilib chiqdim. Endi esa buni sinab ko'ramiz. Kitoblarni ajratishga men ham, do'stim ham, hatto birgalikda ham harakat qildik. Lekin kitoblar shu darajada mahkam yopishgandan ularni umuman ajratib bo'lmadi. Ko'rdingiz, ushbu fakt chindan ham ishladi. Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? Nega ushbu kitoblarni ajratib bo'lmadi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar ushbu video 20 mingta like yig'sa, men tayoqlar orqali olov chiqarib ko'raman. Shuning uchun videoga albatta like bosing va menga obuna bo'lishni ham unutmang.